Assalomu alaykum. Bizi Leader School liderlar maktabini kuzatib borayotgan aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bugun mana sizlar bilan yana bir diydorlashib turganimizdan xursandmiz. Bugungi o'quv jarayonimizni, bugungi holatlarimizni sizlarga qisqacha namoyish qilish bugun sal boshqacharoq yo'lini topdik. Ya'ni bizda bir eng namunali bir o'quvchimiz bor, Nizomiddinov Mardon degan. Shu bolani tilidan bugun sizlarga bir chiroyli bir bugungi jarayonlarimiz haqida ozgina yoritmoqchi bo'ldik. Bu bolamizni tanlaganimizning sababi ota-onasi ziyoli oila, o'qituvchi oila, onasi vrach bo'lganligi hamda bir oilada tarbiyani yaxshi berilayotganligi hisobidan u o'quvchini bir tarbiyasiga bir odam havas qiladigan darajada bir chiroyli bilim saviyasi ham, zehni ham juda ham bir go'zal bo'lganligi uchun bugun shu bolani tilidan, shu bolani hayotidan, shu bolani bir kunlik jarayonidan sizlarga qisqacha kanalimizga video qilishga qaror qildik. Videoni ko'rishdan oldin hurmatli bizni kuzatib borayotgan aziz kuzatuvchilar, bitta chiroyli like tugmachasini bosib, agar hali ham bizni kanalimizga ulanmagan bo'lsangiz, a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz bundan motivatsiya olib, xursand bo'lib, sizlarga yana ham bir yaxshiroq chiqishlarimiz, yana ham bir chiroyliroq, bir ma'noliroq narsalarni ulashishga xizmat qiladigan niyatdamiz. Marhamat, bugungi tayyorlagan roligimizni tomosha qilinglar. Izohlarda o'zlaringizning fikrlaringizni ayamay bildirib, yana bir marta aytaman, like tugmachasini bosib, shu videoni boshqalarga jo'natib yuborsanglar ham xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Boshladik demak videoni. Assalomu alaykum. Meni bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar, men Nizomiddinov Mardonbek, Quva tumani Yomonjar ko'chasida yashayman. Mening dadam 66-maktabda ishlaydi. İsmi Abdullayev Nodirbek. Mening ayam Abdullayeva Dilnoza doktor bo'lib ishlaydi. Keyin men 4 yildan beri mana shu yerda o'qiyman. Bugun men sizlarga shu maktabimizdagi dars joylar haqida qisqacha tushuntirib bermoqchiman. Bizda ko'pincha birinchi dars ingliz tili bo'ladi. Katta yuringlar, endi men sizlarga dars joylarini ichkarida tushuntirib beraman. Bugun biz birinchi darsimizda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanyapmiz. O'zimizni badallarga foydali mashqlarni qilyapmiz. Gimnastika, shunaqalar qilyapmiz. Bu juda foydali narsalar. И вот молодец. Вот понял. Да. Сразу переворот. Да. Вот молодец. А ну вперед надо. Нет, не останавливайся. Вот так, чтобы вместе было сразу. Да. И поворачиваемся, переворот. Вот. Молодец. Да. Руки вверх. Остановилась. Нет, остановилась. Не останавливайся. Да. Переворот. Вот, молодцы. Не останавливайся, да. Воздух поворачиваемся и переворот. Вот, молодцы. Да. Вот, умница. Переворот. Молодец. Чуть-чуть повыше. Да. Воздух поворачиваемся. Ноги вместе получается. Здесь вот аэрация, да? Ноги не вместе. Встаешь надо и ногу вперед. По пути прям разворачивайся. Молодец. Переворот тоже вставай. Да. Тихо очень, очень тихо. Да, умница. Носочки тяни. Ну, да. Воздухи. Вот, молодец.
Bizning Leader School maktabimiz ingliz tili, rus tili hamda matematikaga ixtisoslashtirilgan. Biz u fanlarda yaxshi o'rganishga harakat qilamiz. Keyin bu yerda u fanlar kuchaytirilgan holda o'tkaziladi. Obeddan keyin bizda to'garaklar bor, bitta taekvondo va gimnastika o'tadi. Bu bizni yaxshi shug'ullanib sog'lom bo'lishimizga yordam beradi. Bizning maktabimizda 2 mahal issiq ovqat beriladi. Biz bu ovqatlarni maza qilib yeb, to'q bo'lib bilim olamiz. Bizning maktabimizda obeddan keyin matematika va ingliz tili o'tiladi. Ingliz tilidan Siddiqjon teacher yaxshi darslar tushuntirib o'tadi. Matematikadan esa Vahobov Abduhakim domla bizga mantiqiy matematika va prezident maktabimizga kirishga yordam beradi. Matematikadan tushuntiradi. Mardonbek, hozir sizni 4-sinfda o'qiyapsiz, mana. Shu 4-sinfda o'quv jarayonlaringiz bo'lyapti. Hozir kelajakdagi qanday maqsadlarni o'zingiz oldingizga qo'ydingiz? Men Toshkentdagi prezident maktabida o'qimoqchiman va katta bo'lganimda prezident bo'lmoqchiman. Prezident bo'lmoqchi, voy malades. Ilohim niyatlaringizga yeting. Hozir bu bo'yicha nima ishlarni qilyapsizlar o'sha prezident maktabiga kirish uchun tayyorgarlik ko'rish uchun? Ingliz tili, matematika yaxshi shug'ullanyapmiz. Keyin bu maktabda bizda shanba kuni ham to'garaklar bo'ladi. Ingliz tili, matematikadan 1,5 soat. Keyin aytdi bizda prezident maktabiga kirish uchun astoydil shug'ullanamiz. Tayyorgarlik bo'yicha alohida programma bo'yicha dars o'tiladi. Maktab zerikarli emasmi? Zerikib qolmayapsizmi maktab jarayonidan? Yo'q. Ustozlar shu bizga qiziq bo'lish uchun o'yinlar o'ynatib o'rgatadi. Qanaqa o'yinlar o'rgatishadi? Masalan, Siddiqjon teacher o'zining tennis to'pini olib, kimdirga otib, shu narsa so'raydi, keyin u javob bersa, boshqasiga otadi, keyin boshqasidan so'raydi. Ingliz tilida ham bizga biron nima gapirib bera olasizmi? Masalan, nima? O'zingiz haqingizda ingliz tilida tushuncha bera olasizmi? Mayli. I'm Nizamiddinov Mardonbek and I'm 10 years old. I study in Leader School and I live in Kuwa. My father is a teacher and my mother is doctor. In the future, I want to be a president and enter a presidential school. Hobbilaringiz bormi? My hobby is playing football and I like playing football. Malades. Menga ingliz tili, rus tili, matematika fanlari yoqadi. Chunki bizga qattiq ta'lim berishib, prezident maktabimizga kirishga juda katta hissa qo'shishadi. Keyin bu yerda teta powerlar bizga obedda shirindan shirin ovqatlar qilib beradi. Keyin obeddan keyin 1-2 soatdan keyin polnik bo'ladi. U yerda yengil taomlar qilinadi va och qolmasligimiz uchun keyin ovqatlari yaxshimi, yoqadimi, mazalimi ovqatlari? Ovqatlari juda shirin bo'ladi. Ayiz ovqatlariga o'xshaydimi uydagi? Ayiz shirin ovqat qiladimi bu yerda? Maktabda ovqat qilishadimi shirinroq? Qaysi biri shirin bo'ladi? Maytlik shirin bo'ladi. Yana sizga nimalar yoqadi? Keyin bitta fizkultura bilan taekvondo o'tiladi. Bu yerda biz shug'ullanamiz. Keyin Taekvondo ham bormi alohida? Taekvondoda shu ustozimiz bizni musobaqalarga olib chiqadi. Keyin katta shu odam bo'lishimizga yordam beradi shular. Jismonan sog'lom bo'lib, voyaga yetishga yordam beradi. Baquvvat bo'lishga, kelajakda o'zingizni himoya qilishingizga ham katta yordam beradi. Maktab yaxshimi axir, yoqyaptimi sizga?
maktab menga yoqadi. Keyin menga yoqadigan tarafi har oyda voucher test bo'lishi. Bu nima u voucher test degani? Shu har oyda test bo'ladi. Ingliz tili, matematika, rus tili, естественныйdan agar shunda 100% gacha birinchi o'rinda olsa, 10% premiya bo'ladi. Ha. 10% premiya bu ota-onalaringizga to'lovda 10% chegirma, ha? Ha. Ha, ota-onalaringizga ham bu narsa juda ham bir o'zlaringga yoqadigan haligi 10% chegirma olib borsangiz, ota-onangizga ham oilaviy byudjetga ham katta foyda berar ekanda. Necha marta oldingiz endi bundan siz? Voucherdan. 3-sinfda 5 marta oldim, keyin hozir marta 2 marta oldim. Bu yildagi holatda 2 marta. O'rtoqlaringizga ham bu maktabni tavsiya qilasizmi? Ha. Bu maktab ular maqsadlariga yetish uchun shu maktabda o'qishlariga tavsiya qilaman. Siz bu maktabda o'qiganingizdan afsuslanmaysizmi? Yo'q, hech qachon. Endi ichkaridagi o'quv jarayonlari, dars jarayonlari bilan ham tanishtirasizmi bizni? Ketdik yuringlar endi. Ha, bo'lmasa. Endi ketdik. Zaman, what time do you wake up every day? Can I answer is yes, I do? Or no, I don't? No. How can I answer it, for example? Who can give me the answer? Mohammed Babur, come on. What time do you wake up every day? Yes. I wake up Okay. at 7 o'clock. I wake up at 7 o'clock. I wake up at 8 o'clock. Or we could just say that at 7 o'clock, for example, right? Or next question. Ibrahim John, let's give you the question for you. Now, which one should I? All right, I find. The question is, where do you play football? Can I answer it yes or no? Yes. Woo, really? No. Can I answer with yes I do or no I don't? No, I don't. No, we don't. All right, give me the answer. Where do you play football? Вот наш класс. Идет урок русского языка. Учительница дала самостоятельную работу. Кошка маленький. Гранат. Там стоит маленький. Значит, кошка любит. А ребенок какого рода был? Котенок. Мужской. Поэтому маленький. Мат он помнит? Нельзя. Одному предложению. Союзу и МОА.
Mening bir kunlik jarayonim shunday o'tadi. Kuzatib borayotganinglarga rahmat.